Har kuni 10-15 daqiqa qilingan gimnastika bizning organizmimizga qanday foydali va zararli tomonlari bor? Gimnastika bizning turmush tarzimizda juda muhim o'rin tutadi. U nafaqat jismoniy, balki ruhiy sog'liq uchun ham katta ahamiyatga ega. Avvalo, gimnastika tanani chiniqtiradi, mushaklarni mustahkamlaydi, qon aylanishini yaxshilaydi, immunitetni oshiradi. Bu esa kasalliklarni oldini olishga yordam beradi. Ikkinchidan, bu harakatchanlikni saqlaydi. Ayniqsa hozirgi zamonda ko'pchilik o'tirib ishlaydi. Gimnastika esa tanani uyg'otadi, bel va bo'g'imlardagi og'riqlarni kamaytiradi. Shuningdek, gimnastika ruhiy holatga ham ijobiy ta'sir qiladi. Stressni kamaytiradi, kayfiyatni ko'taradi, insonni energiyaga to'ldiradi. Xulosa qilib aytganda, har kuni hatto 10-15 daqiqa gimnastika qilish sog'lom va faol hayot tarzini ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, har kuni hatto 10-15 daqiqa gimnastika qilish sog'lom va faol hayot tarzini ta'minlaydi.